Maşallah tabaraker rahman hammamizga mahbub bo'lgan Masjid al-Khayf, Mino vodiysidagi Masjid al-Khayf yonida turibmiz. Alloh taolo hammamizni haj mavsumida mana shu joylarda jamlasin. Allohumma. Fakhurun bi islami faminhu irtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidin 'azim huwa as-sami. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ko'zimizga quvonch bo'lgan zot. Alayhissalatu vassalam u zot barakot 8-Zulhijjada Masjidul Haromdan Masjidul Haromning shimoliy tarafi al-Batha yoki Muhassab taraf orqali mana shu joyga Minoga keladilar. Va mana shu masjidga tabian bu o'sha paytda bu masjid bo'lmagan. Mana shu joyga tushib alayhissalatu vassalam peshin, asr, shom va xufton namozlarini hamma shu joyda o'qiganlar alayhissalatu vassalam. Ana undan keyin inshaalloh Arafa tarafga qarab yo'l olgan. Ala Masjidul Khayf Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Imom Bayhaqiyning rivoyatlariga ko'ra aytadilarki 70 ta nabiy, 70 ta payg'ambar mana shu joyda namoz o'qishgan. Sallallohu alayhi vasallam. Subhanallohil azim. Yana bir qo'shimcha ma'lumot. Masjidul Khayf jamarat, shaytonga tosh otadigan joylarga juda yaqin. Mana maşallah ko'rishingiz, kuzatishingiz mumkin. Mana shu tarafda yurganda jamratu as-sughra, jamratu al-wusta va jamratu al-aqaba ga qarab yuriladi. Birinchi kuni subhanalloh hojilarimiz hammamiz o'sha kuni o'sha joylarda jamlasin. Allohumma amin. Birinchi kuni yawmul Eid kuni albatta hojilarimiz subhanalloh jamratu al-aqaba birinchi katta joyga tosh otadilar. Ana undan keyin o'sha kuni amallarni tugatadilar va Zulhijjani 11-chi, 12-chi, 13-chi kunlari subhanalloh hojilarimiz 3 ta joy, Jamratu Sughra, Jamratu al-Wusta va Jamratu al-Aqaba yoki Jamratu al-Kubraga birin-ketin tosh otib bordilar. Subhanalloh. Hadihi ma'luma jamil. Hadani ilahi bu'id al-'ama lidin 'azim huwa as-sami. Subhanallohil azim. Yana bir rivoyat. Imom Termiziy rahmatullohi alayhi rivoyatlariga ko'ra Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ayni o'sha hadis. Yani 70 ta payg'ambar mana shu joyda namoz o'qiganlar. Minhum Musa. Ulardan biri Musa alayhissalom. Men uni ko'rib turgan deyman deb Musa alayhissalomni vasf qilib berganlar. Tog' tuyasi ustida deb chiroyli vasf qilib berganlar alayhissalatu vassalam. Va subhanalloh mana shu masjidda keyinchalik kengaytirishlik oqibatida masjidning o'rtasida bir qubba bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam o'sha joyga tosh qo'yganlar va ana o'sha joyda namoz o'qiganliklariga ishora ma'nosida bir ishora qilib ketganlar. Keyinchalik al-Akhbar Makka kitob sohibi Imom al-Azraqi rahmatullohi alayhi aytadilarki, men bobom falonchidan deb turib Ansoriy radhiyallohu anhum, Ansoriy sahobalarni mana shu joyda va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ansoriy sahobalarni mana shu joyda Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning o'sha qo'ygan toshlari yonida Rasulullohning namoz o'qigan joylarini qidirib namoz o'qiyotganlarini, namoz o'qishga harakat qilayotganlarini ko'rdim deb Imom Azraqiy Akhbar Makka kitobida bayon qiladi. Subhanalloh. Yana bir maşallah tabaraker rahman qiziq ma'lumot. Mana bu tog' Kahfu, mana bu tog'da Kahf al-Mursalat, Mursalat g'ori bor deyshadi ulamolar. Subhanalloh, Kahf al-Mursalat deyilishligining sababi Mursalat surasi mana shu tog' yaqinida nozil bo'lgan. Va ana shuning uchun ham Kahf al-Mursalat, Mursalat g'ori deyshadi. Subhanallohil azim. Mursalat surasi ma'lum, mashhur sura. السامي بدين عظيم